Shumsa qo'y. Lavashlar bor mana lavash. Kevasanmi? Kevonman. Dodam ham sendan tezroq yurarlar boru. Mana yuguryapman mana. Lavash qo'yib bor, o'zi tez yugurib keladi. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Tuzumsan? Ol. Ol buni ol. Maya qara, nima pastda endi cho'tga chaqirasan? Yoshligimda har doim adam maktabdan olib kelib, olib ketardilar mana shu ko'chadan. Keyin mana shu mostda turib olib, yo'lga qarab, mashinalarni tomosha qilib sanerdik. Esingda bo'lsa, mashinalar rosa kam bo'lardi o'sha paytlar. Xullas, bolalikni eslayman-da. Bitta yengili bor. Qanaqa? Loyihamni tenderga topshirdim. Yo'q-e. O'tib qolish kerak. Boyib ketaman yaqinda. Tasavvur qil. Yana 1 yildan keyin men ham o'rgandim-da ishni. Sandan ham o'tib ketib qolsam nima qilasan? Xotir ona. Sen mabodo boyib ketsang, hamma pulingni tortib olib o'zingni yo'q qo'raman o'rtoq. Begona bo'lmaydi. Bo'lsa og'ayningga bo'pti-da. Mayli. Bergan kitobimni o'qiyapsan bola? Ozgina qoldi tugataman. Barakalla. Alo. Yo'ldamiz, kelyapmiz. Bor pulim. Nima bor onasi? Faqat tuxummi? Bo'pti, xo'p. Ada. Anu, pulingiz bormidi? Lavash yegim kelyapti-da. Lavash yeyli. Bor o'g'lim. Yur, lavash yesa, lavash yemiz-a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum keling. Va alaykum assalom. Bizagacha 2 lavash berasiz, 2 choy. Xo'p. Tuxum olishim kerak edi-ku. Bizaga 1 lavash bera qoling. Ada, siz yemaysizmi? Mana yegim kelmayapti bolam. Mana. O'tiravringlar, o'zim olib borib beraman tayyor bo'lishi bilan. Qani o'tirchi. Kitobingni o'qib bo'lsang, yana bitta tarixiy zo'r kitob olib beraman. Bo'ldi, ko'proq o'qiyman unda. Xush kelibsizlar, zakazinglar tayyor. Salomat bo'ling. Uka, bizaga 1 lavash edi. Aka, bizda 1+1 aksiyasi ketyapti. Bitta olsanglar, bittasi bonus qilib beriladi. Osh bo'lsin. Rahmat. Qani bolam, ol. Bismillah.